Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Tovuq nega o'z tuxumini o'zi cho'qib yeb qo'yadi? Tuxum nega ba'zida parda bo'lib tug'iladi? Bu oddiy odat emas. Ko'pincha organizmda kalsiy va D3 yetishmasligi bilan bog'liq. Hozir buning sababini va yechimini aytib beraman. O'zimni tajribalarimga suyangan holda aytaman. Men 20 yil parrandachilik bilan shug'ullanganman. Xususiy tadbirkor bo'lib 10 mingtaga yetkazib parranda boqqanman. 20 yil yomon bo'lganim yo'q, yaxshi. Ana shu tajribalarimiz sizlar bilan o'rtoqlashaman. Hurmatli obunachilar, sizda ham tovuqlar tuxumni cho'qib, sindirib, ichidagini yeb, o'zini po'stlog'ini ham yeb qo'yadimi? Yoki tuxum qattiq po'stoqsiz, faqat parda bilan tug'ilyaptimi? Nega bunday bo'ladi? Buning asosiy sabablaridan biri kalsiy yetishmasligi. Lekin faqat kalsiy berishning o'zi bilan bu muammo hal bo'lmaydi. Kalsiy mana shu berilayotgan yemlarni tarkibidagi kalsiy yoki zoaptekadan olib berilayotgan rakushka, nel, trikalsiy fosfat, monokalsiy fosfatlarni yaxshi singishi uchun D3 vitamini ham juda bir muhim. Bu D3 vitamini o'rtada katalizator vazifasini bajaradida, kalsiyni organizmga singishini tezlashtirib, yaxshilab beradi. Bugun shu masalani oddiy qilib tushuntirib berishga men harakat qilaman. Demak, tuxum ba'zida juda yuqa po'stlog'i hatto parda bilan tug'iladi. Bu masalaga befarq bo'lmaslik kerak. Chunki tuxumni yeb qo'yish keyinchalik tovuqlarda odat nimasiga aylanib qoladi. Avval tuxumni o'ziga qarasak. Oddiy bir tuxum o'rtacha tuxum 50 gram atrofida bo'ladi. Uning asosiy qismi oqsilga boy, sarig'i vitaminlarga boy bo'ladi. Tuxum turli vitaminlar oziqa mavjud. Tuxumning tashqi po'stlog'i esa asosan kalsiy birikmasidan iborat. Bu bitta tuxumda hech bo'lmasa 2-3 gramdan tuxum po'stlog'i bo'ladi. Tuxum po'stlog'ida demak 2-3 gramdan kalsiy bo'ladigan bo'lsa ham 2-3 kunda, masalan 3 kunda 2 ta tuxum tug'adigan bo'lsa ham, bu tovuq ana shuncha kalsiy miqdorini tashqaridan olish kerak. Bo'pti, yemlar tarkibida kalsiy bor. Yemlarda tarkibida kalsiy bor. Undan tashqari qo'shimcha kalsiy beriladi. Mashnaqa bo'ladi. Endi nega tovuq tuxumni cho'qib yeb qo'yadi degan savol. Tovuq tuxum qo'ygandan keyin uni o'zi ham boshqa tovuqlar ham cho'qib ko'radi, ezib ko'radi, o'ynab ko'radi. Agar tuxumni po'stlog'i yuqa bo'ladigan bo'lsa, bo'sh bo'ladigan bo'lsa, nimaga bo'sh bo'ladi? Kalsiy unda yetishmagan bo'ladi tuxum po'stlog'ida. Agar kalsiy yetishgan bo'ladigan bo'lsa, u oddiy cho'qishga tuxum sinib qolmaydi. Lekin po'stlog juda yupqa va mo'rt bo'lsa, tovuqni tumshug'i bilan urganda tuxum teshilib ketadi. Tuxum teshilgandan keyin bo'ldi, ichidagini ichadi, tashqaridagi po'stlog'ini tovuqlar birgalashib yeb qo'yadi. Shuning uchun shunda tuxumni ichi chiqib qoladi va tovuqlar yeb qo'yadi. Bu narsa tovuqlarda odatga aylanishi mumkin. Mana shu eng yomoni. Har tuxum tuqqanda o'zi cho'qib ko'radi, yonidagilar cho'qib ko'radi. Shuning uchun muammoni faqat tovuq tuxumxo'r bo'lib qolibdi deb qaramaslik kerak. Avvalo nega tuxum po'stlog'i zaif bo'lib qolayotganini aniqlash kerak. Eng muhim masala kalsiyda. Tuxum berib turgan tovuq kalsiyni organizmidan sarflaydi. Kalsiy yetarli bo'lmasa tuxum po'stlog'i yo'qolashadi, mo'rt bo'ladi va ba'zi hollarda tuxum faqat parda bilan chiqishi
holatlari ham bo'ladi. Bu esa parranda organizmida kalsiy ta'minoti bilan bog'liq muammo borligini ko'rsatadi. Yana bir muhim jihat, tovuqda kalsiy yetishmasa organizm tuxum po'stlog'ini hosil qilish uchun o'z suyaklaridagi kalsiy zaxiralaridan foydalanadi. Tovuq foydalangandan keyin tovuq sekin-sekin noziklashadi, oyoqqa o'tiradi va natijada o'limga ham, tovuqning o'limiga ham olib keladi yoki bo'lmasa tuxum tug'may qo'yadi. Demak, kalsiy yetishmasligi tovuqda o'ziga ham zarar ko'rsatadi. Kalsiyni qayerdan oladi endi tovuq? Kalsiy turli yemlar tarkibida bo'ladi. Masalan, parranda uchun tayyor yemlar, ayrim don mahsulotlari va oqsilli yemlarda ma'lum miqdorda kalsiy bo'ladi. Bundan tashqari parrandachilikda kalsiy manbai sifatida rakushka, ohaktosh va men aytgan trikalsiy fosfat, monokalsiy fosfatlar qo'shimcha beriladi. Lekin bir narsani unutmaslik kerak. Bo'ldi, mana kalsiy manbaini berdim, mana endi bo'ldi, kalsiy yetarli degani emas bu. Kalsiyni yegandan keyin yana bitta narsa rakushka. Maydalangan rakushkani bergandan keyin, qisqasi maydalangan rakushka tovuqqa eng oson singadigan kalsiy manbai hisoblanadi. U zooptekalarda bo'ladi. Monokalsiy fosfat ham juda ham oson singadi, kalsiy tarkibidagi kalsiy. Bu ham zooptekalarda bo'ladi. Endi mana shularni singirishga yana bitta muhim komponent bu vitamin D3. Vitamin D3 mana shu tovuqlar organizmiga yem bilan kiradimi kalsiy yoki bo'lmasa ana shu trikalsiy fosfat va shu rakushka mellardan kiradimi kalsiy? Ana shularda organizmga yaxshiroq singishiga D3 vitamini katalizatorlik vazifasini bajaradi. Katalizatorlik degani o'rtadagi nima deganida yaxshiroq singadigan bo'ladi shu organizmdagi. Kelishtiradida, davay qabul qilib ol mana deydi, o'rtada shuni olib boradi D3 organizmga. Uni qabul qilib ol deydi, yaxshilaydi. Men bunday oddiyroq tushuntirdim. Demak, D3 haqida ham ahamiyati kattaligi haqida ham nima aytdik. Kalsiy va D3 bir-biri bilan bog'liq. Kalsiy bor, lekin uning o'zlashtirilishi yaxshi bo'lmasa, kutilgan natija bo'lmasligi mumkin. Bundan tashqari quyosh nuri tez-tez ochiq havoga olib chiqib turish kerak. Quyosh nuri ham juda bir kerak. Yetishmagan birinchidan tashqariga olib chiqqandan keyin tashqarida yurib turib 1 soat, yarim soatda tovuq o'ziga kerakli narsalarni, minerallarni, turpoqlardan, tashqarilardan terib yeydi. Bu bir. Ikkinchidan tashqarida yurganda oftobga chiqadi bir. Oftobga chiqadida oftob, quyosh nuri tovuqda nimasiga tushgandan keyin, ustiga tushgandan keyin tovuqda organizmida sintez boshlanadi. Bu D3 nafaqat D3 sintez bo'ladi. D3 sintez tovuqda organizmida D3 ko'paydimi, uni haligi yegan kalsiy mahsulotlarini organizmga singishi yana ham yaxshi bo'ladi. Bu nafaqat tovuqlarga, bu umuman jonzotlarga, odamlarga ham juda muhim bo'ladiki, D3 mahsulotini organizmdagi yaxshiroq singishi uchun quyosh nurida o'sha organizmda D3 mahsuloti, vitamini sintez bo'ladi. Demak, kalsiy yaxshilanadi, odamlarga ham suyaklari mustahkam bo'ladi, umuman jonzotlarga, parrandalarga ham bu D3 juda ham muhimligini men aytib o'tdim. Shuning uchun tovuqlar doimo qorong'i va yopiq joyda ushlab turmasdan, ularga quyosh tushadigan xavfsiz joyda harakat qilish imkoniyatini ham berish kerak.
Albatta bu juda issiq paytda parrandalarni qattiq quyoshda qoldirish ham to'g'ri emas. Soya va toza suv doimo bo'lishi kerak. Eng muhimi, tuxum yeyish odatiga yo'l qo'ymang. Agar tovuq bir marta tuxumni cho'qib, uning ichidagisini yeb qo'ysa, keyin bu ishni takror qilishi mumkin. Shuning uchun tuxumlarni uyada uzoq qoldirmaslik, singan tuxumlarni darhol ovorish kerak uyalardan va ratsionni darrov to'g'irlash kerak bo'ladi. Kalsiy qo'shish kerak, D3 deb berish kerak, quyoshda ozgina aylantirish kerak. Ayniqsa tuxum po'stlog'i yo'qolsa yoki tuxum parda bilan chiqa boshlasa, buni jiddiyroq e'tiborga olish kerak. Demak, hurmatli obunachilar, tovuqni tuxum yeyishiga bir nechta sabab bo'lishi mumkin. Lekin yupqa po'stloq, mo'rt tuxum yoki parda bilan tuxum tug'ilishida kalsiy ta'minoti muhim omillardan biri. Kalsiy manbalari to'g'ri oziqlantirish, D3 vitamini va qulay sharoit, bularning barchasi bir-biri bilan bog'liq narsalar. Bu faqat tovuqda emas, balki bedana, o'rdak va boshqa tuxum beradigan parrandalarga ham taalluqli. Hattoki odamga ham taalluqli. Odamda ham D3 vitamini yetishmasa, odamga ham kalsiy kerak. Odamda ham suyak bor. Suyakda asosan eng tashkiliy nimasi bu kalsiy bo'ladi. Shuning uchun parrandalaringiz tuxumni cho'qib yeyapti deb ularni darrov ayblamang. Avvalo sababini toping. Agar shu ma'lumot sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va ma'lumotni parranda boqayotgan tanishlaringizga ham ulashing. Keyingi videolarda yana parrandachilikda muhim masalalar haqida gaplashamiz. Videoga like bosing va meni yo'qotib qo'ymasligi uchun obuna bo'lib qo'ying. Endi men bu gaplarda o'zimni tajribam asosida yana mutaxassislar bilan maslahatlashgan holda tayyorladim bu videoni, sizlarga yetkazishni ma'qul topdim. Endi buni ko'pchilik bilar, men bu nimani bilmaganlar uchun yetkazdim. Kommentariyada yozinglar, qanaqa savollaringiz bor, parrandachilik haqida, qo'ychilik haqida men iloji boricha javob berishga harakat qilaman. O'zimni tajribalarimga asoslangan holda, mutaxassislar bilan ham maslahat qilgan holda men bugungi bu gaplarimni bilmaydiganlarga aytdim. Mana shularni bilmaydigan yoshlarga aytdim. E'tiboringiz uchun rahmat.